To'g'ri, bizda 5-kolonna bor. Bizda xoinlar afsuski tiqilib yotibdi. O'sha Sovet ittifoqini qumsaydigan, qani edi o'sha Rossiya kelsa, yana o'shanda hayot kechiramiz deb qumsayotgan qancha odamlar tiqilib yotibdi bizda. Afsuski. Tushunib yetinglar. Endi unaqangi davlat tiklanmaydi boshqa. O'ylamanglar, Rossiya bizni qo'shib olgan taqdirda ham endi unaqa SSRga o'xshagan davlatni tiklanmaydi ular. Chunki imperialistik hukumat tepasida, shovinistik. Endi unaqangi sotsialistik mamlakat bo'lmaydi. O'ylamanglar, yana qaytib kelamiz, mana yerda paxta ekamiz, yana o'shanday mazza qilib yashaymiz deb. O'zi mazza qilib yashamagan-sizlar o'sha paytda. 6 million paxtaning tagida minglab odamlar o'sha gerbitsid, pestitsidlarning tagida chang yutib, azob mehnatlar bilan o'sha yashagan, hech qanaqangi yaxshi hayot bo'lmagan Sovet ittifoqida. Yolg'onni ko'pirtiravermanglar. Biz ham ko'rganmiz o'sha SSRni kerak bo'lsa. Mana o'shalar orzu qilyapti. Nima o'ylaysizlar, o'sha Rossiya hozir bizni bosib olsa, qo'shib olsa, Sovet ittifoqi tiklanadi deb o'ylaysizlar? Hech narsa tiklanmaydi. O'ylamanglar, migrantlar qaytib kelmaydi, SSR tiklansa ham. Chunki ularda demografik muammo bor Rossiyada. Ular hech qachon qo'yib yormaydi endi 10 million odam. Agar bizni bosib olsa, o'shalarni tekinga ishlatadi kerak bo'lsa. Tushunyapsizlarmi? Tekinga ishlatadi endi bosib olsa. Endi u SSRdagiday senga pul bermaydi.